Amerikalik adib Ervin Shouning Boy va kambag'al romani asosida Booktober. Roman Ikkinchi jahon urushidan keyingi Amerika jamiyatini aks ettirib, insonning muvaffaqiyati faqat pul bilan emas, balki uning xarakteri va tanlovlari bilan belgilanishini ko'rsatadi. Bu kitob hayotda har kim o'z yo'lini o'zi tanlashi va har bir qarorning oqibati bo'lishini chuqur anglatadi. Boy va kambag'al bir oilaning bir necha avlod taqdiri orqali jamiyat, boylik, muhabbat va hayot sinovlarini chuqur tasvirlagan romandir. Asar o'quvchini insonning muvaffaqiyati faqat boylik bilan emas, balki uning tanlovi va xarakteri bilan belgilanishi haqida o'ylashga undaydi. Agar siz taqdirlar to'qnashuvi va hayotiy romanlarni yoqtirsangiz, Boy va kambag'al romani siz uchun ajoyib tanlovdir.